Xo'sh, assalomu alaykum. Sizlar bilan men Pixel do'stlar. Bugungi video o'xshayapsizlar do'stlar. Bugungi videoda biz mana bunaqa modni obzor qiladigan bo'lamiz. Kanalimizdan ketdik do'stlar. Do'stlar, aytgancha sizlarga bitta mashinamni ko'rsataman. Menga Epic Xon sovg'a qilgan mashina mana. Zo'r mashina do'stlar. BMW M5 M93 degan do'stlar, qarochi mana bu modni nima bu mod desanglar, mana bunaqa uylarni ko'rib chiqamiz do'stlar. Bu modni zo'r mod do'stlar. Bu modni olmoqchi bo'lsanglar, nimamda bor, Telegram kanalimda bor. Telegram kanal opisaniyada, YouTube kanalining opisaniyasida bor. Mana bunaqa uylarni ko'rsatadi do'stlar. Qishloq bor ekan bu yerda. Zo'r qishloqqa o'xshaydi. Do'stlar, bu qurilmagan hali. Mana buni buzamiz hozir. Mana buni buzib turib yana bitta qo'yamiz. Mana bu yer buzib qoldi. Xo'p, mana bu yerni qo'yamiz. Tak do'stlar, zo'r uylar bor bu yerda. Pastdan hozir ko'ramiz. Qo'yamiz. Mana qo'ydik. Zo'r bo'ldi mana. Hozir mana bu yorug' qo'lib yuboraylik. Mana zo'r bo'lyapti. Hozir mana dimeshet day mana do'stlar. Bu jabalar uchun mana bunaqa set bo'ladi. Bu tong qiladigan set. Ikkinchi uyimizga o'tamiz do'stlar. Bu video cho'zilib ketsa do'stlar, ikkinchi qismga ham chiqaraman do'stlar. Ikkinchi qism 50 ta laykdan keyin chiqadi do'stlar. Xo'p, mana bu uyni chiqarib ko'raylikchi hozir. Bosamiz, tak. Qani chiqamikan? Ha, orqamizda chiqdi mana. Uy emas, bu qasr ekan do'stlar. Zo'rga o'xshaydi. Xo'p. Buni obzor qilib yurmaymiz do'stlar. O'zi ham katta ekan. Xo'p, mana bu yerda yana bitta uyimizni ko'rib chiqamiz. Hozirda mana bunga keldik. Tak, mana buni bosamiz. Qani, wow do'stlar, mana bunga qaranglar. Zo'r uylar chiqaryapti do'stlar. Bu modni ko'pchilik blogerlarda ko'rsangizlar bo'ladi. Zo'r mod do'stlar. Mana ichini ham ko'rsataman hozir. Tak, mana ichi zo'r. Mana bu yer nima sklad qilib qo'ysangiz bo'ladi. 2 etajli uy do'stlar. Shuningdek, kanalga obuna bo'lib, like bosib ketsangiz xursand bo'lardim do'stlar. Tak, mana bu yerdagi uyni nima qilamiz hozir emas. Yuqoridagi uyni ko'ramiz. Xo'p, mana quramiz hozir. Do'stlar, bu mod nima qilib beradi? Uylarni o'zingiz qurmaysiz. Mana bu modni bossangiz, o'zi qurib beradi do'stlar. Do'stlar, keyingi videoda kim bilan nima qilay? Nima edi? Tam Big Battle nima quruvchilar jangimi o'shani qilay. Yozib keting. Bo'lmasa kim bilan qabrda bir kun o'tkazay Minecraftda do'stlar. Bo'lmasa uni qabrga olib ketamiz. Do'stlar, bu boyagi uy-ku. Xo'p, mana boshqa uy bilan ko'ramiz. Hozir mana birinchi uyni tanlab ko'raylikchi do'stlar. Qanaqa chiqar ekan? Mana do'stlar, zo'r chiqdi. Mana bu yerdagi uyni ham buzib yubordi. Mana bu uy mana bunaqa. Bu do'stlar nima shekilli? Nima edi? Ana bu Imperiyami nima? O'shanga o'xshayapti. Mana bu yerda otadigan narsalar bor. Bu yerda choy ichib o'tiradigan yeri bor ekan do'stlar. Zo'r mod ekan bu. Do'stlar, mana bu yerda videoni to'xtatib kanalga obuna bo'lib, like bosib ketsanglar zo'r bo'lardi. Xo'p, keyingi uyga o'tamiz hozir. Mana buni bosib o'tamiz. Tak. Mana buni quraylikcha qanaqa uy chiqar ekan do'stlar. Mana do'stlar, zo'r uyga o'xshayapti. Uy emas bu, mana bunaqa nima-ku? Nima edi? Uyni bir turku, qarash o'shanaqa. Hozir mana bu modlarni o'chirib yuboraylik. Hozirda mana bo'ldi, o'chib ketdi. Xo'p, zo'r ekan. Keyingi uyimizga ham o'tamiz. Mana bu nima do'stlar? Hozir ko'raylik. Nima ekan bu? Tak, mana bu yerda modlar bilan bor ekan. Xo'p, do'stlar, mashinam yoqqan bo'lsa kanalga obuna bo'lib, like bosib ketinglar. Xo'p, mana buni ichida nima bu? Tushunmadim do'stlar, nima bu? Xo'p, orqasida bormi? Yo'q ekan. Xo'p, buzib tashlaymiz do'stlar buni. Xo'p, buzib tashlaymiz. Tak, oldini ham buzib tashlaymiz buni. Do'stlar, keyingi videoda mana bu uyni ham buzib tashlaymiz. Tak, mana buni ko'raylik. Hozir qanaqa uy chiqar ekan do'stlar. Menga qiziq bo'lyapti. Do'stlar, mana ferma do'stlar. Mol ferma, mana qanaqa ferma bu? Hozircha ichiga mol, qo'y, o'shanaqa
bilasizlar do'stlar, zo'r mod bu. Seriallarga ham yarashadi do'stlar. Shuningdek, mana endi 2-3 nima, korоче 5-uyga keldik. 5 nima? Korоче uylarni ko'ryapmiz. Bu boyagi uyga o'xshayapti, uy emas, ferma. Boshqasini ko'ramiz do'stlar. Tak, mana buni ham ko'ramiz. Qanaqa nima chiqadi ekan. Xo'p. Do'stlar, bak bo'lyapti. Xo'p, boshqa yerga boramiz. Hop. 39-38% deyapti. Men ham tushunmadim. Hop. Do'stlar, nima deyapti bu? Tushundim do'stlar. Ana bu yerdagi bak bo'lgancha ana bu bak bo'lgan narsa bitib bo'lgandan keyin quralarsan deyapti. Hop. Hozir mana buni qurib bo'laylik. 100% to'ldi ana bu. Hop, hozir qaysi uyni quramiz? Mana buni quraylik do'stlar. Qaysini quramiz do'stlar? Tak. Mana buni quraylik. Mana bu. Boyagi uy do'stlar bu. Adashib ketyapman do'stlar. Tak. Mana bu yerda 100tadan ortiq, 100tadan kam uylar borga o'xshayapti. Hop. Mana do'stlar, bu anaqa imperiyami nima? O'shani kirish joyi bo'lsa kerak do'stlar. Mana zo'rga o'xshayapti. Bu ham zo'r mod. Mana do'stlar, boyagi modimiz. Mod deganda boyagi uyimiz do'stlar ishladi. 100% to'lganga o'xshayapti. Mana ko'rib chiqamiz buni ham. Bitgan ekan do'stlar. Yana shinamgina bo'ladi do'stlar. Mana do'stlar, endi shu joyda videoni to'xtatmasak bo'lmaydi do'stlar. Do'stlar, buni videoni ikkinchi qismini chiqaraman do'stlar. Do'stlar, sizlar bilan bo'lganman. Pixel do'stlar, kanaliga obuna bo'lib, like bosib ketsanglar xursand bo'lardim. Keyingi video chiqishi uchun 50 ta like ni yig'ib qo'yinglar.